Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan shunaqa ajoyib bitta uchastkamizni obzor qilishga kelganmiz. Xonadonimizni ko'rib tursanglar, men sizlarga informatsiyasini aytib beraman. To'liq obzorini qilib beraman. Xonadonimiz juda ham chiroyli remont qilingan. Ichkariga kirib kelishimiz bilan bizlarni shunaqa uzun chiroyli garajimiz kutib oladi. Yorqin ranglardan foydalanilgan, kafillar qilingan. Kafillarimizni tagida ham to'pli pollarimiz bor. Xonadonimiz jam bo'lib 3.2 sotuvga joylashgan. Ya'ni qurilgan. Xonadonimizning bu ichki fasadlari, ichki hovlisi bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda shunaqa letniy kuxnyalar qilib qo'yilgan. Bu yoqda shunaqa zelyoniy zonalar, dekorativniy daraxtlar ekib, bu yoqda общий uchun gostivoy sanuzellari bor. Xonadonimizda gluxoy xonalarni o'zi yo'q. Kim olsa ham mazza qilib yashaydigan xonadon. Ichkari qismiga o'tadigan bo'lsak, videoni ko'rib turing. Masalan, ichkarisini ko'rsatib, xonadonimiz yoqayotgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Bizlarni kuzatishda davom eting. Bu ichkari qismimiz bo'ladi. Ichkari qismimiz ham shunaqa chiroyli katta bo'ladi. Buni remontdan keyin juda ham ajoyib bo'ladi. Mana bu eshik shunaqa yana hovliga chiqib ketadigan eshik. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, bu yoqdan ham tashqariga chiqib, ya'ni ko'chaga chiqib ketish imkoniyati bor. Xonadonimiz Shayxontohur tumanida, yo'l naryoq tarafi Versal to'yxonasi, Langar ko'cha deyshadi bu yoqni. Xonadonimiz hozir korobka holatda bo'lgani bilan yop-yorug' qilingan. Podvallariga tushib ko'rsak, podvallari hozir qorong'i ekan. Yana o'zingizlar kelib bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Endi ikkinchi etajga chiqib ko'ramiz. Ikkinchi etajda bizani nimalar kutyapti? Ikkinchi etajimiz shunaqa katta hol. Holdan tashqari bu yerda ham bitta xona qilsanglar bo'lar ekan. Bu yerda yana bitta xona. Xonalarni xohlagancha ko'paytirsanglar bo'ladi bu yerda. Bu yerda shu tashqi fasadga qaragan bizning balkonimiz bor. Ko'chamizdan juda ham akkuratni. Shu ko'chaning yo'l naryoq tarafi Versal to'yxona bo'ladi. Shu Langar ko'cha, Langar mahalla desa hamma bilishadi bu yerni. Bu yerda keladigan bo'lsak, bizning bitta balkonimiz, terrasamiz bor. Bitta masalaga bu yerni ham obzor qilib beraman. Bu bizning shu kichkina balkoncha, katta bo'lgan terrasamiz. Terrasamizga ham tapchalar qo'yib, bemalol o'tiradigan joylar qilib qo'ysangiz bo'ladi. Shuni o'rab qo'yilgan, qo'shnilar pastdan ko'rmasligi uchun. Bu tepadan ko'rinish hovlimizdan. Uyimizning tomlari shunaqa professionallardan foydalanilgan. Endi ichkariga kiramiz. Ichkariga kirganimizda shunaqa yana katta xonalarga bo'lib olsa bo'ladigan joy. Yana bizning mansardamiz bor. Mansardaga hozir chiqib ko'rib, kommentariyada o'zingizlar fikringizni qoldiringlar. Bu mahallada yerlar narxi necha pul, bu uy sizga necha pulga aylanadi? Qurilishiga necha pul ketadi? Shunaqa bino quraman, shunaqa uy quraman desangiz. Bu bizning mansardamiz. Mansardamiz ham patologlari baland. E'tibor bersanglar bo'ladi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita. 6 oynamiz bor. Shaxtalar qilingan. Xonadonimiz plitalarga yotkazilgan, g'ishtdan qurilgan, deyarli tayyor. O'zingizlar fikringizni qoldiringlar. Remontiga necha pul ketadi? Shunaqa Versal to'yxonasi atrofidagi uylar hozirgi kunda necha pul turadi? Pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying. Shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, nasib qilsin deganlar kommentariyaga nasib qilsin deb yozib qo'yinglar. Mehnatimizni qadrlagan holatda podдержка qilasizlar. Xudo xolasa bundan ham arzon, bundan ham chiroyli uylarni chiqarishga harakat qilamiz. Xudo xolasa faqat eng arzoni bizda bo'ladi. Bitta like bosib qo'ying.